Maslahatim arzonroq usta ishlatmang. Gap u qimmatligida, uni nafsida emas. U mehnatiga yarasha pul oladi. Tajribasi balandroqdir uni. Ishiga mas'uliyat bilan yondashadi. O'z vaqtida keladi. Aytilgan narsani o'z vaqtida bajarib topshiradi. Ertaga biron joyda nosozlik yo bironta xatolik bo'lib qolsa, ko'rmay qolgan bo'lishi mumkin. Tugatib ketgandan keyin telefon qilsangiz, telefon bittada ko'taradi. Xo'p, siz arzonroq usta ishlatib, qayerdandir tejamoqchisiz. Lekin arzon usta masalan tajribasi kamroq bo'lishi mumkin. Ishiga mas'uliyatsiz qarash mumkin. Ertaga ishini tugatgandan keyin siz o'sha ustani topa olasizmi? Bironta joyda agar kamchilik qolib ketgan bo'lsa, kelib to'g'irlash uchun. Bu sizga dash qimmatroq ham tushadi. Shuning uchun ham men aytaman, remontda eng qimmat narsa bu qaytadan qilish. Santexnika, elektrika, devordagi ishlar, poldagi ishlar tejash kerak emas. Mebeldan tejang, bытовой texnikadan tejang. Chunki remontdan tejayman desangiz, santexnikadan bir joydan suv oqizib yuboradi, elektrikadan butun qilgan ishingiz kuyib ketishi mumkin, ko'tara olmasa, butun devorlarni boshqatdan qilib chiqasiz. Devorga agar treshina ketsa, uni yana boshqatdan qilishingizga to'g'ri keladi. Mebelni xohlagan paytingiz yechasiz. Xohlasangiz sotib yuboringda, yangisini qo'ying. Texnika ham xuddi shunaqa. Televizor hozirchalik 32 ligini olib turib, keyin 55 taligini emas. Yoki oshxonadagi texnikada hozir oddiy gaz plita ishlatib turib, keyin vstroynilarni qo'yasiz. Shu joylarni mo'ljallab ketilsa bo'ladi.